choyxonada domino o'ynab o'tirgan, namoz paytida aroq ichib o'tirgan odamlarni tanqid qilib gapirmas ekansiz. Bizani bo'ynimizga osilmasin deb aytishyapti. Bo'lmasam xafa qilishar ekan. Men jumada minbardan turib ma'ruza qilib aytayapman, Alloh shohid. Qo'rqib shu paytgacha ma'ruza qilgan emasman. Hech kimni bo'yniga osilayotganimiz yo'q. Ey birodar, eshitgan. Qiyomatda sen bo'ynimga osilmagin. Do'zaxga otashiga yuzing bilan otilganingda so'rar ekan farishtalar: "Ey banda, nima uchun do'zaxga kelib kuyyapsan? Oxiri zamon payg'ambari kelmaganmidi? Payg'ambarning varislari, haqiqiy ummatlari, odamlarni namozga chaqiradigan, zalolatdan qaytaradigan, halol bilan haromni yetkazadigan ahli ilmlar bo'lmaganmidi? Bo'lgan, o'shanda imomlar ham bo'lgan, da'vatlar ham bo'lgan. Ular gapirganda meni inson qotardi deb javob qilar ekanmiz. Qiyomatda gapirmaganligi uchun, bilganini odamlarga yetkazmagani uchun ahli ilmlarni tillari yonib turgan qaychi bilan kesilar ekan. Shuning uchun meni bo'ynimga osilmagin. Farzand otani bo'yniga osilar ekan, ota nima uchun qaytarmading? Xotin erni bo'yniga osilar ekan, nimaga o'rgatmading? Orqamizda turgan qavm, jamoat imomlarni bo'yniga osilar ekan, imomlarni qiyomatda mas'uliyati og'ir bo'lar ekan. Shuning uchun aslini olganda seni bo'yningga men emas, meni bo'ynimga sen osilib qolasan qiyomatda. Shuning uchun men bo'ynimdan soqit qilib gapirdim. Namozda azon etilib turgan paytda nabirang tengi, abirang tengi bolalarni qalbi erib, ko'zi ko'r bo'lgan odamdan tortib oyog'i cho'loq bo'lgan odam sudralib kelib, peshonasini sajdaga qo'yib turganda, to'rminchang salomat bo'lib Xudo harom qilgan narsani xalqingdan o'tkazib turgan bo'lsang, do'zaxni otashni qorniga yeb qo'yishdan qo'rqin. Qaytarishdan men mana shu narsani to'xtatmayman, da'vatim davom etadi. Shu narsadan xulosa chiqarsang, bilsang, ibodatda o'zingni to'g'rilab ibodatingni qilgin degan maqsadda gapirdim. Mana shu narsa muhtaram birodarlar, hammamizga tegishli. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad.